berishlik uchun butun dunyo islom ulamolar kengashining a'zosi, O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi, O'zbekiston musulmon ulamolar kengashi hayotimizning rahbarlari, mufassir, ustoz, muftiy hazratlariga men ma'ruza qilishlik uchun iltimos qilaman. Muhabbat va sadoqat bilan quloq solib, aytilgan ma'ruzaga amal qilishlikni Alloh bizga nasib qilsin deb qolaman. Marhamat. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bizning jannat makon diyorimizga, go'zal elimizga o'zining juda ham ulug' ne'matlarini nasib qilib berib qo'ydi. Bu ne'matlar osuda hayotimiz, tinchligimiz, osoyishtaligimiz, ahilligimiz, inoqligimiz, ittifoqchiligimiz. Mo'min musulmonlarga, imom domlarimizga, muhtaram prezidentimizning diniy mu'minimizga e'tiborlari katta bo'layotganidan sizlarning xabaringiz bor. Shuning uchun kishining topshiriqlari bo'layaptiki, bugun biz hammamiz ahil bo'laylik. Birga bo'laylik. Biz alhamdulillah musulmonlarmiz. Musulmon birovning ko'kragi bilan itarmaydi, o'ziga tortadi hammani. Mavloda bilmasdan yo'ldan adashib qolgan o'g'il qizlarimiz, aka-ukalarimiz bo'lsa, ularni bag'rimizga olaylik, quchog'imizga olaylik. Ularni safimizga qo'shaylik. Ular ham bizning fuqarolarimiz, ular ham mo'min musulmonlar. Ular bilan birdan bo'laylik, bardam bo'laylik. Hammamiz mushtu burchiga qo'yaylik. Yurtimizga Alloh shunday ulug' ne'matlarni bergan ekan, buni hammamiz birgalikda bu ne'matni shukronasini qilaylik deb aytyapti. Va biz imom xatiblarimizning oldilariga, mahalla faollari, nuroniylar, ularning oldilariga qator masalalarni qo'yib qo'ydilar. Biz mahallamizda bo'lgan bolalarimizni, farzandlarni, aka-ukalarimizni o'zimizning bag'rimizga tortishimiz kerak bo'ladi.